darsimiz sun'iy intellekt, ya'ni AI bilan ishlash. Bugun nimalarni o'rganamiz? Birinchi, rasm generatsiya qiladigan sun'iy intellektlarni. Ikkinchi, video yaratadigan sun'iy intellektlarni rasmdan yoki oddiy prompt bilan. Uchinchisi, musiqa yaratadigan, ya'ni siz qo'shiq bemalol sun'iy intellekt orqali yarata olishingiz mumkin. Qo'shiq yaratadiganni o'rganamiz va keyingi darsimizda kod yozadigan va loyihalar qiladigan sun'iy intellektlar bilan ishlaymiz. Boshladik. Bizda yangi o'rganuvchilar uchun birinchi keragi ChatGPT. Bu nima uchun kerak? Bizda albatta hozir bepul versiyasidan foydalanib ko'rsatib beraman. To'g'ri prompt yozish uchun kerak. ChatGPTni boshqa sun'iy intellektlardan, AIlardan afzalligi o'zbek tilini yaxshi tushunadi. Biz so'rayotgan narsani yaxshi tushunadi. Demak, ChatGPTni bilamiz. Xohlagan savol bersak, unga javob yozib bera oladi. Endi biz hozir rasm generatsiya qilishni o'rganamiz. Ya'ni xohlagan turdagi rasmni generatsiya qilishni o'rganamiz. Demak, mana ChatGPTda sozdat izobrazение degan bo'lim bor. Bemalol bu joydan bemalol xohlagan rasm yaratishimiz mumkin. Lekin shunchaki mana bu promptga, ya'ni mana bu joyda biz ChatGPTdan nima so'rasak, shu joyda yozayotganimiz prompt deyiladi. Shunga xohlagancha rasm generatsiya qilishimiz mumkin. Albatta, bepul versiyasida limit bor, lekin shu limitda bir kunda 3 ta 4 ta rasm generatsiya qilishga limit bersa, biz mana bu shaklda kompyuterimizga bir nechta elektron pochtalarni o'rnatib olsak, mana bu pochtalarimizni xohlagancha bizga, ya'ni bir kunda kerakli darajada rasm generatsiya qilishimiz mumkin. Demak, buni unutmang. Keyingi darsda men telefonlardan elektron pochtani kodini almashtirib, qanday qilib kompyuterimizga o'rnatishni ham videosini tayyorlayman. Boshladik. Birinchi, rasm yaratayotganda to'g'ri prompt yozish. Aynan shu video uchun men hozir poster uchun rasm yaratib ko'rsatib beraman. Menga YouTube'dagi video uchun formatini yozib ketishimiz kerak. Ya'ni YouTube bo'lsa, demak long videoniki 16:9 formatida, agar shorts bo'lsa 9:16 formatida rasm yaratib ber. Poster uchun deb qo'ysak, biz tushunadi. Poster uchun endi mavzuni yozishimiz kerak. Nima mavzuda? Video mavzusi AI lardan to'g'ri foydalanish. 2026-yil. Boramiz. Bizni promptimizni o'qib chiqib, tahlil qilib, mana boshladi rasm generatsiya qilishni. AI-lardan to'g'ri foydalanish 2026-yil deb chiroyli poster yaratib berdi. Xo'sh, endi buni qanday qilib yuklab olamiz? Ustiga bossak, bu tomonda mana qarang. Yoniga olib borsam загрузка degan yozuv ba'zida chiqishi mumkin, ba'zida yuklandi bu mana bu qismda. Endi siz yukladingiz, lekin boshqa ishlar bilan ovora bo'ldingiz. Uni endi qanday topamiz? Klaviaturadan Windows hamda E tugmasini bossak, mana provodnik oynasi ochiladi. Shu joyda mana bu yoqda ham загрузка bor, bu yoqda ham bu загрузкаga kirsak, mana yoki bunisiga farqi yo'q. Bugungi sana bilan chiqadi. 07, 05, 11, 25 da yuklangan videomiz. Rasmimiz mana tayyor. Bu ChatGPT orqali yaratganimiz. Endi Nano Banana orqali qanday yaratamiz? Ketdik. Flow'ni bepul albatta Flow AI deb yozsak, Google Labs Flow, ya'ni oqim, mana shunga kiramiz. Mana bu ikonkachasi. Endi Flow ham hozirda o'zbekcha promptni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin agar ingliz tilini bilsangiz yoki erinmasangiz, ChatGPTda shuni inglizchaga tarjima qildirib olib, shuni ingliz tilida qarang. Nano Banana AI uchun prompt qilib ber deb yozsak,
Biz mana buni o'zbekcha qil demayapmiz, shuning uchun inglizcha qilib yubordi. O'zbek auditoriya uchun rasm o'zbekcha. Faqat prompt inglizcha. Bu promptni yozgancha biz mana bu promptni o'zini tashlab ko'ramiz. Nima natija chiqadi? Mana qarang. Flow chiqqandan keyin create with flow degan chiqadi, ya'ni flow bilan yaratish. Flow bilan yaratishda birinchi o'zbekcha promptni yozamiz va yonidan inglizcha mana bu kerak emas. Flow Google tarjimada o'zbekchada yaxshi ishlamaydi. Shuning uchun uni inglizga qo'yamiz. Qarang, Sazdat proyektga kirganda Nano Banana 2 yozadigan joy va mana bu joyga kiradigan bo'lsak, qarang, изображение degan joyni bossak, mana bizda Nano Banana va bepul hozircha mana hech qanaqa bonus olmaydi. Bir kunda bizda Flowda 50 ta bonus bor, tangachamiz bor. Endi bizda 9 ga 16 kerak. Endi shu promptni tashlaymiz. Bitta ketdik. Bu tayyorlagancha biz ingliz tilidagi promptni olamiz endi. Ana buni kopiya qilib olamizda ikkinchi promptni yuboramiz. Mana bu ingliz tilidagi promptimiz, bu esa o'zbek tilida yozilgan promptimiz. Bu ChatGPT tayyorlab bergan rasm. Bir-birini farqini Nano Banana bilan ChatGPTni rasm generatsiya qilishdagi afzalliklarini hozir ko'rsatib beraman. Qarang, o'zbek tilida yozgan promptimizda endi ingliz tilida yozgan promptimiz. Demak, mana ko'rib turibdiki, o'zbek tilida ham yozdi, bizni tushundi mana. Faqat mana bu yerda inglizchada 2026-yilda shu foydalanish, aynan foydalanish va ichida ham shunaqa ma'lumotlar, lekin ingliz tilida to'liq yozilgan ChatGPT orqali yozib olgan promptimiz va mana bu ChatGPT yozib bergan bilim, samaradorlik va kelajak. Bu ham chiroyli, u ham chiroyli. Xo'sh, buni yuklab olish uchun mana bu yerdan skachat tugmasini bosasiz. Xo'sh, 2K. Endi qancha sifatini kichikroq qilsa tezroq yuklab olaman. 1K da mana yuklab oldik, 2K da yuklay olmadi. Yuklanganlarda mana ay. Xo'sh, hozircha rasm generatsiya qilishda mana shu ikkita sun'iy intellekt bizda yetadi. Limitimiz ham yetadi, mana bunda limit yo'q, xohlagancha yarata olamiz. Asosiysi bizda promptni to'g'ri yozish ekan. Chiroyli rasm yaratib beraman. O'zbekcha promptda to'g'ri mana YouTube belgilarini qo'ygan, boshqa, lekin mana bu qismi chiroyli emas-da. Chunki nima bo'lishini yozib bermadik unda. Ketdik. Endi rasmlarimiz bo'lsa, video generatsiya qiladigan sun'iy intellektlar kerak. Birinchisi, uzoqqa ketmaymiz, mana shu Flow. Flow AI ga birinchi marta kirganingizda mana shu holatda mana bu joyda elektron pochtangiz chiqadi va sizga 150 ta bonus beradi. Birinchi marta kirganda. Diqqat bilan nastroykasiga e'tibor bering. 150 ta beradi, keyin har kun 50 ta beradi. Demak, 50 ta degani bu bir kunda 5 ta video yaratishimiz mumkin. Xo'sh, qanday qilib? Sazdat proyekt boshda buni sozlab olishimiz kerak. Diqqat bilan faqat e'tibor bering. Xo'sh, mana bu joyga kiramizda, qarang, изображениеda endi videoga o'tamiz. Va bu yerda ikki xil format so'raydi, mana shorts hamda long formatda. Odatda sizda mana bu joy 2 ga turgan bo'lishi mumkin va ana bu holatda turadi. Ya'ni qarang, bitta promptimizni video qilishimiz uchun 40 ta tangacha olib qo'yapti. Biz demak, buni 1 ga tushiramiz, ya'ni bu degani hozir prompt yozsak, shu prompt asosida ikki xil versiya taklif qiladi. Bizda bittasi ham yetadi. Ikkinchisi mana buni Veo 3.1 Lite ga qo'yadigan bo'lsak, 10 tangachalik. Kattalashib ketaversa mana 100 tanggacha. Ya'ni bizda hozir yetmaydi. Shuning uchun Lite ga qo'yamiz. Demak, bizda 10 tanga. Bizda bugun 50 ta bonusimiz bor. Shu orqali 5 ta video yaratishimiz mumkin. Endi ko'rdikki, o'zbekcha promptni ham qabul qilyapti, lekin ingliz tilida yozilgan prompt yaxshi chiqyapti. Demak, bunga yozamiz.
AIlarni o'rgatish uchun tayyorlangan YouTube video uchun kirish intro qismini Flow AIda yaratish uchun 8 sekundlik video yaratishga prompt yozib ber. Biz qo'yamiz o'zbek auditoriya uchun. Ketdi. Bu promptni yozadi. Sekundlik mana bu yerda nimalar bo'lishi qarang. AIlarni o'rganing, kelajak bundan boshlanadi. Ular o'zbekcha, qolgani ingliz tilida yozyapti. Buni copy qilamizda, yozib bergandan keyin Flow'da mana shu joyga Ctrl V. Demak, mana bu joyni shoshmasdan ko'rib olamiz. Bu demak long format, bittalik va 3/1, ya'ni bizda 10 bonus, ya'ni 10 so'mimiz ketadi. Ungacha bu tayyor bo'lgancha biz rasmni ham prompt bilan emas, rasmni ham generatsiya qilishimiz mumkin. Endi keling bu yuklab olgan rasmimizni generatsiya qilib ko'ramiz video. Mana bu yerdan первый kadrga kiramiz. Mana загрузить изображение. Mana shu rasm edi. Bu generatsiya qilyapti, bu yerda rasmni yuklayapti. Xo'sh, endi rasmni generatsiya qilish uchun prompt yozdirib olamiz. O'zbekcha yozsak ham bo'ladi o'zi aslida. Keyin bitta o'zimiz yozib ko'rsatib beraman va birinchi videomiz tayyor bo'ldimi? Mana shu yerda yozamiz. O'zbek tilida aytsin. Rasmdagi bolani gapirtiradi. IT sohasidagi bilimlaringizni oshirish uchun bizning kanalga obuna bo'ling. Kim bilmasa telefoniga virus deb hazil ohangda aytsin. Buni generatsiya qilamiz. Bizni ikkinchi videomiz ham tayyor bo'lyapti. Mana bu robot rasm chiqdi. Ushbu video boshlangancha biz keyingi sun'iy intellektni ko'raveraylik. Demak, video bo'lsa, IT sohasidagi bilimlaringizni oshirish uchun bizning kanalga obuna bo'ling. Kim bo'lmasa telefoniga virus tushsin. Endi keyingisi qo'shiq yaratamiz. Qo'shiq Suno AI. Mana shu holatda create degan joyni bosamiz, ya'ni yaratish. Oddiy bor, advanced. Biz shunisiga kiramizda ChatGPT yozib bergan she'rimizni olamiz. Browserga joylashtirib olamiz. Xo'sh, lekin ana bu tepasidagi intro shu so'zlarni olib tashlamasak, bu qo'shiqda ham shu so'zlarni aytib boradi. Oho, ko'p ekan bu.
Shu yetadi, qo'yadi, kerak emas. Endi bu qismiga qo'shiq qanaqa bo'lishini yozishimiz kerak. Stylini mana bu yerda stilini yozib ber. Ya'ni qo'shiq shu gitara bilan yoki klassika. Mana shularni mana promptda yozib beryapti. Kopiya qilamiz va style degan joyga joylashtiramiz. Endi create tugmasini bosamiz. Bosdik. Bunga belgi tangacha bor. Qarang, qirqta tangacha qoldi. Qoldi 10 ta tangacha uchun mana bu yerda mana. O'sha mana yarashni boshladi. O'rtasini bosib eshitib ko'rsak, mana Hoy hoy hoy. Hoy hoy hoy. Hoy hoy hoy. Ey keldi mahallaga, telefon qo'lda hammada, endi hamma blogera. Hoy hoy hoy. Qo'shinim dedi men millioner, ChatGPT yozar dener, selfie qilib upload qildi, zetta like bo'ldi baryer. Bir bola dedi kod yozaman, 2 minutda uxlab qolgan. Oy oy oy. bor, ya'ni ko'pchilik IT sohasidagi bilimlaringizni oshirish uchun bizning kanalga obuna bo'ling. Kim bo'lmasa telefoniga virus tushsin.